Allohning Qur'oni Karimdagi sura Tavba surasining eng oxirgi oyati bor. Ko'p odamlar bundan eshitgan xabardor. Astagfiru billah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallohu. Ikki oyat. Kim shuni o'qib yursa debdilar, umri uzun bo'lar ekan. Hayoti barakali bo'lar ekan. Qarzi bo'lsa najot berar ekan. Xor bo'lsa aziz bo'lar ekan. Kambag'al bo'lsa boy bo'lar ekan. Kasal bo'lsa Alloh shifo berar ekan. Hammasi bizda bor. Hammamizga kerak. Bir odam debdilar, yoshi 70 yoshida shuni eshitib qolibdi, shuni savobini. Mana shu savobini 70 yoshga kirganda o'qish kerak deb o'qirar ekan har kun. Yoshi 120 ga kirdi. 120 ga kirdi. Bir kun uxlab qopdilar, tushlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kirib, "Ey falonchi, sen qachongacha bizdan qochib yurasan? Keyin" debdilar. O'ylabdilarki, uyg'onsa tush ekan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu oyatni to'xtat deyaptilar shekilli, deb bir kun o'qimabdi. O'qimagan kuni Azroil alayhissalom kelib jonini olgan ekan. Kitob aytayaptilarki, 50 yil o'qidi mana shu odam. 70 ga kirib 120 ga kirguncha o'qidi. 50 yil sura Tavbadagi 2 oyatni o'qidi. 50 yilning ichida juda ko'p ibodat qildi. Biz ham bugun o'qishni boshlasak, hamma ishimizda najot. Eng rohatlisi muhtaram jamoat, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tushimizda ko'rar ekanmiz. Mana shu oyatni o'qisak.